Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshılaymiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Yangi dokument Uyg'ur majburiy amgaki masalasini qaytadan kun tartibga keltirdi. Gollandiyaga joylashgan Xalqaro inson haqlari tashkiloti Yer shari huquq uyg'unlashtirish tashkiloti 11 iyun yangi dokument e'lon qilib, ko'plagan xalqaro shirkatlarning Sharq Turkistondagi majburiy amgaki chetishliq mineral moddalarni sotib olganligini oshkorladi. Bu dokumentning siyrak to'pi masalasiga markazlashgan Amerika-Xitoy savdo suhbati mazgilida e'lon qilinishi taratqularning texmo diqqatini qo'zg'adi. Mazkur dokumentda Nescafe, Coca-Cola, Carrefour, Walmart, Disney, Starbucks qatorliq xalqaro markalarning Xitoydagi ta'minlash zanjirining Sharq Turkistondagi majburiy amgaki chetishliq bo'lishi mumkinligi, bo'libmi titan, litiy, berilli, magniy qatorliq mineral moddalarni sotib olishga aloqador ekanligi ko'rsatilgan. Manbadagi xatar, mineral modda ta'minlash zanjiri va Uyg'ur rayonidagi davlat zo'rlagan majburiy amgak mavzuliq mazkur dokumentda Sharq Turkistondagi qazilma boyliqlarni chorlash va pishiqlab ishlash faoliyatining asosligi Uyg'ur va boshqa turk millatlarini nishon qilgan sistemalik majburiy amgak mexanizmi ekanligi ta'kidlangan. Dokumentda ko'rsatilishicha, Sharq Turkistondagi titan, litiy, berilli, magniy qatorliq kon mahsulotlari tijorati bilan shug'ullangan jami 77 Xitoy konchilik va pishiqlab ishlash shirkati Xitoy rejimining atalmish amgak kuchlarini yo'tkash turiga qatnashgan. Yaqinqi 2 yilda xalqaro dongli markalarni o'z ichiga olgan kam deganda 68 shirkat majburiy amgakka chetilgan mazkur Xitoy shirkatlaridan mahsulot sotib olgan. Mutaxassislarning aytishicha, Sharq Turkistondagi sistemalik majburiy amgak tijorat tannarxiga to'liqlama berishning bir vositasi bo'lib qolmay, yana Xitoy rejimining Uyg'urlarni oilasidan ayirish, yerlarini egilib olish, jazo lageriga qamash qatorliq bostirishlarni kuchaytirishiga hassa qo'shgan. Dokumentda Xitoy yo'lga qo'ygan majburiy amgak qilmishining insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirganligi qayd qilingan. Dokument yana Amerika hukumatining 2021-yili Uyg'ur majburiy amgakini cheklash qonunini ma'qullab, Sharq Turkistonda majburiy amgak bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilishni cheklaganligi, ammo navbatdagi ta'minlash zanjirining oshkoralik darajasining yanada yetarli emasligi, natijada titan qatorliq muhim mineral moddalarning dunyo bozoriga keng ko'lamda eqib kirayotganligi qayd qilingan. Yer shari huquq uyg'unlashtirish tashkiloti har qaysi davlatlar va shirkatlarni ta'minlash zanjirini yaxshi tekshirishga, Sharq Turkistondagi majburiy amgaki chetilishdan saqlanishga chaqirgan. Navbatda har qaysi shirkatlar bu dokument haqida ifoda bildirmagan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lin Jian tunugun muxbirlarning mazkur dokument haqidagi savoliga javob berib, Xitoyning azaldan hech kimni yo'tkab ishga o'rinlashishga majburlab boqmaganligini, Sharq Turkistondagi majburiy amgak masalasining Xitoyga qarshi kuchlar o'ydirib chiqargan yolg'onchilik ekanligini, ba'zi tashkilotlarni inson haqlari bahonasi bilan Xitoyning ichki ishlariga aralashishni to'xtatishga chaqiradiganligini aytib bildirdi. Statistikaga asoslanganda Sharq Turkistonda hozirga qadar bayqalgan 153 mineral modda Xitoy qazilma boyliqlarining 88%ni egallaydi ekan. Sharq Turkiston navbatda Xitoyning titan va berilli ishlab chiqaradigan xalqaro bazasiga aylangan bo'lib, nurg'un davlatlar mazkur mineral moddalarni muhim strategik mineral modda qatoriga kirgizgan. Bu sababli Xitoy yaqinqi yillarda Sharq Turkistonda konchorlash, ejish, Xitoy shirkatlariga turkumlab huddiga berish harakatini tez sur'atda kuchaytirmoqda. Xitoy uzun yil planlab qurib chiqqan tok yetkazish liniyasi ishga kirishtirilgan. Xitoy yillardan buyon planlab 2 yilga yaqin vaqt sarf qilib yasab chiqqan Qumul Chongcheng alohida yuqori bosimliq turaqliq tok yetkazish liniyasi rasmiy ishga kirishtirilgan bo'lib, Xitoy buni alohida marosim bilan tabrikladi. Xitoy tashviqot organi atalmish Xinjiang gazetining aloqador xabarida bildirilishicha, atalmish Xinjiang tokini sirtqa yetkazish 3-liniyasi deb atalgan Qumul Chongcheng 800 kilovoltlik alohida yuqori bosimliq turaqliq tok yetkazish qurilishi yaqinda bitib, rasmiy ishga kirishtirilgan. Xitoy mazkur qurilishni 2023-yili 8-oyda boshlagan bo'lib, Xitoyning 14-5 yillik planidagi 102 turlik muhim qurilishning biri qilib bekitilgan.
Qumul shahrining Barko'l nahiyasidan boshlanib, Xitoyning Chongqing shahri Yubey rayonida oyoqlashadigan bu liniyaning umumiy uzunligi 2260 kilometr ekan va Xitoyning Gansu, Shanxi, Sichuan, Chongqing qatorliq o'lik shaharlaridan o'tadi ekan. Mazkur qurilish tok yetkazishga boshlagandan keyin har yili Chongqingga yetkaziladigan tok miqdori 36 milliard kilovat soatdan oshadi ekan. 10-iyun Sharq Turkistonda va Xitoyning Chongqing shahrida mosqadamlik faoliyat o'tkazilib, bulang-talang qilingan tok boyliqini Xitoyga yetkazish sistemasi rasmiy qo'zg'atilgan. Xabarda mazkur liniyaning Xitoyning energiya bexatarligini kafolatlantirish, energiya boyligi strategik kafolat bazasini qurishdagi muhim belgi xarakterlik qurilish ekanligi da'vo qilingan. Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatiga mos qadamda Sharq Turkistonning bitmas tugamas boyliqlarini talon-taroj qilish jinoyatini keng ko'lamda tez sur'atda davomlashtirmoqda. Amerika Xitoyga qaratgan tamojna bejining davomli kuchga ega ekanligini bildirdi. Amerika Savdo ishlari ministri Howard Lutnick Londonda savdo suhbatining oxirlashganligini, Xitoy mollariga yurgizilayotgan hozirgi tamojna bejining davomli kuchga ega bo'ladiganligini bildirdi. Amerika bilan Xitoy o'rtasida savdo kelishimi kutilayotgan bir paytda Amerika Savdo ishlari ministri Howard Lutnick Xitoy mollariga yurgizilayotgan hozirgi Amerika tamojna bejining o'xshash saviyada qoladiganligini aytdi. U 11-iyun CNBC kanalining programmasida hozirgi Amerika tamojna bejining kelgusida qayta o'zgarmaydiganligi haqidagi savolga javob berib, albatta shunday deyalaysiz deb javob bergan. Amerika prezidenti Donald Trump ijtimoiy taratquv hisobida ham baharlagan yozmasida Amerikaning umumiy jihatda 55% tamojna beji oladiganligini, Xitoyning bo'lsa 10% tamojna beji oladiganligini aytgan. Lutnick 55%lik tamojna bejining 20% fentanil beji, 10% o'zaro tamojna beji va prezidentning tunji vazifa o'tash muddatidan qolgan 25%lik tamojna beji nisbatini o'z ichiga oladiganligini bildirgan. İki taraf o'rtasidagi savdo suhbati 11-iyun Londonda oxirlashgan bo'lib, Trump savdo kelishimining tamomlanganligini va ikki davlat rahbarlarining oxirgi tasdiqiga sunilganligini bildirib, munosabatlar nihoyat yaxshi deb qo'shib qo'ygan. 3-chi bosqichlik Rossiya-Amerika suhbati Moskvada o'tkazildi. Rossiyaning Amerika bosh elchisi Aleksandr Darchiyov ikki davlat o'rtasidagi yangi suhbatning Moskvada o'tkazilganligini jakarladi. Aleksandr Darchiyev seshanba kuni Rossiyaning TASS agentligiga bergan bayonotida bu qarorning suhbatning tayyorlik bosqichi ekanligini, suhbatning asosli nishonining ikki davlat o'rtasidagi diplomatik munosabatlardagi jiddiychiliklarni pasaytirish ekanligini bildirdi. U bu suhbatning yaqinda Moskvada o'tkazilganligini ta'kidlab, Rossiya-Amerika munosabatining yaxshilanishining qiyin ekanligini va bu bosqichning faqat Oqsaroydagi maxfiy kuchlar deb ataladigan o'qituvchilar tarafidan emas, balki parlamentdagi Rossiyaga qarshi lobbichi guruhlar tarafidan to'sqinlikka uchrayotganligini ilgari eskartib o'tgan edim, degan. Rossiya bilan Amerikaning elchixonalarining faoliyatlarini normallashtirish va ikki taraflik munosabatdagi to'salg'ularni hal qilishni maqsad qilgan suhbatlar 27 fevral va 10 aprel kunlari Istanbulda o'tkazilgan edi. Birinchi qatimliq suhbatdan keyin Amerika Darchiyevning Rossiyaning Amerikada turishliq bosh elchisi sifatida vazifaga tayinlanishini tasdiqlagan edi. İkinci bosqichlik suhbatdan keyin har ikki taraf diplomatik vazifalarni kafolatga olish va bank mulozimati to'g'risida o'zaro nota almashtirgan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.